Texnologiyalar qanday bu mohiyatga erishgansiz? Endi men buni 2014-yili birinchi Samarqandga borganimda, shu Samarqandda ko'rib turib bir rayon hokim bo'lib 13 yil ishlagan odam Erondan oldirgan ekan. Bizni O'zbekiston sharoitida ham shu kivi ko'chatlarni yetishtirib qilsa bo'ladi. Biz endi ko'chatchilik bizda. Biz ham bir botaniga bog'da 80 ga kirgan bir filologiya, biologiya fanlari doktori professor xotin bor ekan. Shu xotin keyin aytib turdi, men diktobat qilib yozib oldim. Shuni ko'rsatmasi asosida sekin ochilib, birinchi urug'dan boshladim, 3 dona kivi chiqardim. Keyin sekin ko'paytirib, keyin o'sha professorda aytishi bo'yicha 100 dona urug' bo'lsa, shundan 10 donasi bir tonna urug' bo'lsa ham shundan 100 donani sanab turib nima qilsa 10 yerga 90 ga 10 bo'lar ekan. Erkagi 10, 90 ayoli. Endi yana savol, shu ko'chatlari qani? Mana shu yerda bor. Mana hozir shu yerda mana hozir bir 1,5 mingta ko'chatni tayyor qilib qo'yganmiz. Ana shu nimanda keyin salqinroq joyda oldiniga salqinroq joyda tayyorlaymiz. O'shanga uzun ichiga ekin. Ha. Haqiqatda izlab mana ko'ryapsiz.